Harakat qilinglar, aytib ketganman. Bilmayman. Mahalla 7lik yo'q. Mahalla 7lik siz. Yo'q, mahalla 7lik. Давайте. Nega menga faqat Ana qilasizlar. uchrashing? Yo'q. Nimaga uchrashing? Mahalla 7likda. Men ayollar daftarida turmayman, men temir daftarda turib. 30dan oshganman. Harakat qilinglar. Men aytib ketganman. Harakat qilinglar. Azila. Chetdaman. Azila. Eshityapman. Harakat qilinglar, men yotishim kerak. Men sizlardan har kuni kelib so'raganim yo'q. Mayli. Bayqara. Hozir biz masalasida yig'ilishim bor ekanda. Fotima opa kelyapti. Kimning yig'ilishi bor? Meni o'zimmi? Yo'q. Hal qilinglar. Esa kelaversan. Hal qilinglar. Videoga olib, unaqa shantajlik qilaman demagin. Men shantaj qilgan. Masaga tushuntiryapman. Iltimos qildim 2-3tasidan. Hozir men yig'ilishga borib kelib, abetdan keyin iltimos yana nima bo'ldi so'rayman, xo'pmi? Ertalabdan birovga pul so'rab telefon qilsang, asab buziladi-da, ular ham hammasini xavf. 2 kun bor edi-ku vaqtingiz. Aytdim men juma kuni telefon qildim. Men shuncha ikkita dorini qo'shmadik yana dedim. Men больницаga telefon qildim. Men shunaqa dedi, ordersiz men shuncha, dorisi men shuncha. Mayli dedim, 2 million 100 chiqarib beringlar, qolganini qo'shaylik. Chaqirtirdik bu yoqqa. Ha? Chaqirtirdik. Kimni? Fotima opani. Ha, yig'ilish bor hozir. Yo'q, kelyapti. Kelyapman dedi. Hadi kelsa kelsin. Harakat qilinglar. O'zim ham boshqa yig'ilishim borda. Abetdan kelganda shug'ullanaman, bo'ptimi? Iltimos qilib yana aytib qo'yaman, nima bo'ldi? Ammo xachabi ertaga hozir berishimiz kerak. Xachabi 30ida yotyapti sentyabrda, men ya'ni qilishim kerak, yozdirishim kerak. Men больницам to'g'ri kelmayapti. 1 yilda 2 marta yotishing bor dedi. O'sha homiyga iltimos qilib pul bo'lsa, mayli, nima qilsak qilib farqi yo'q. Bugun harakat qilinglar. Aytdim men sizlarga dushanba kuni kelaman. Senga aytib beramiz. O'tdim boshqa ish qilib turgansan? Nima men qilayotgan ishim yo'q. Boshqa ish qilib turgan, abetdan Yo'q, keyin aytib beramiz. qilayotganim ishim yo'q Ularni meni. bitta sipirga olib turib, salmetlar tozalab oling hozir. Ulardan chiqib ketdi-ku, olib chiqib. O'zim sipirab olib chiqay, sipirga bo'lsa. Harakat qilaveringlar. Aytdim, esimdan chiqib ketdi. O'sha vaqtida aytganda bo'lardi-yu, misol uchun. Qo'yaversiz, 2 kunning ichida harakat qilardingiz. Buni aybimi? Cho'nchakda to'laydi. Xo'p, Fotima opaga aytdim. Buni aybi bor. Menda bu gapirayotgan, siz gapirayotganlaringiz hammasi bor. Hammasi bor. Buni aybimi? Vaqtida aytish kerak edimi? Qilsin. Yo'q, buni ayb. Yo'q. Yo'q. Nega? Bo'ldi, ariza tashlab qo'ydim.